Mən Tahircan Ənvər. Şərq Türkistanның Qomul şəhərində doğuldum. 2005-ci yılı 17 yaşımda vətəndən, ata-anamdan ayrılğan pəti ayrıldım. Qomul gerçi kiçik şəhər bolsumu, tarixdə Xitay müstəbid hakimiyyətinə qarşı nurgun qatım çoğ-kiçik canlar bolğan. Vətən erkinlik yolunda ceni və qinidən keçən nurgun qəhrəman Xocaniyaz palballar çıxqan. Şu səbəbli Xitay ən avval Xitaylaşdırış siyasətini başlayan bolsumu, amma hələ həm əməlgə aşırıb muvaffəqiyyət qazanılmayan şəhərlərinin biri. Dadam Ənvər Hacı 1953-cü yılı 5-ci ayının 24-cü günü Qomulda doğulub öskən. 17 yıl burun, yəni 2001-ci yılı həc ziyarəti üçün Səudi Arabistanğa barğanını hesabqa almaganda heç qandaq bir chet el dövlətiga çıxıb baxmagan. Hər zaman, hər qandaq şəkildə Uyğur üçün yaxşılıq və yanılıq elib gəlgücü hər kim bolsa qollagan, əxlini, küçünü, bisatını heç aymağan ər idi. Erkek idi. Yettinci ayının 2-ci günü avtonom rayonumuz boyunca ötküzülgen tuncu nöbetlik velosipeddə alayda maharet göstərüş və texnikilik tosaqdan atlaş müsabiqəsi Qomul şəhərində ötküzüldü. Bunun 2005 yılı 7. ayının 2. günü Kech Qomul viloyatlik tantarbiya sarayı qaynon toshqinlikqa cho'mdi. Bu yerda Qomul shaharlik chavandozlar velosiped maharat klubining tashkillashi bilan avtonom rayonimiz bo'yicha o'tkaziladigan velosipedda alayda maharat ko'rsatish va texnikalik to'saqdan atlash musobaqasi boshlanish oldida turadi. Velosipedda maharat ko'rsatish tanarkiti avtonom rayonimizda yangidan gullanayotgan tanarkat turi bo'lib, bu turdagi musobaqalarning avtonom rayonimizda o'tkazilishi yo'q deyarlik edi. Bundaq ko'lami bir qadar cho'ng, qayliq darajasi yuqori bo'lgan musobaqaning avtonom rayonimizda o'tkazilishi bo'lsa, tunji qitimliq ish edi. Ma'rifatparvar tijoratchi Anvar Hojim Qomul xalqining tantarbiyaga bo'lgan o'tdan qizg'inligini nazarda tutib, avtonom rayonimizning tantarbiya ishlarining taraqqiyoti uchun bir kishilik hassini qo'shish niyatiga kelib, o'z dinidan 30 ming yuan mablag' chiqarib, Qomul viloyatlik xalq ishlari idorasi va Qomul shaharlik madaniyat tantarbiya idorasining tasdiqlashi bilan 2005 yili 3-oyning 5-kuni Chavandozlar velosiped maharat klubini qurib chiqdi. Men o'zim tantarbiyaga qiziqman. Ham o'g'limni shundoq va qiziqashqa. Bu velosiped texnikasi Qomulda nadi bir kam bo'sh bo'lg'ashqa. Qarab olsam nurg'un bolalar velosipedga bo'lgan qiziqligi bo'lgan bilan tarqoq. Bularni bir yig'ib kelib bir klub qurib, bularni bir tarbiyalasak, ulardan bir natija chiqib qolar, to'ladi bir layoqatli odam bo'lib qolar deb shu klubni qurib qo'ydim. Bundan keyin yana davomliq shundoq tantarbiya qiziqadigan yosh o'smirlarni bo'lsa, ota-onalarga tarbiya bersa, qo'llab tursa, biz davomliq mashada biz chiniq turib bularni zamonga loyiq bir odam tarbiyalab qo'ysak deydi orzuyimiz. Klub qurilgan dastlabki mezgillarda oralli 18 nafar a'zosi bo'lib, mashq aslahalari kamchil edi. Anvar Hojimning atrofli ko'ngil bo'lishi va mablag' chiqarishi bilan bu klub hozir tashkiliy apparati mukammal, trenerlari to'liq, muqim maydoni va ish bajarish o'rni bor, 60 nafar a'zoga ega mahorat texnikasi taraqqiy qilgan klubga aylandi. Xitayning asilmasiya va xitaylashtirish siyosati tufaylidan biz mayli maktab yoki sirti bo'lsin, azaldan o'zimizning Uyg'ur tarixini o'rganish fursatimiz yo'q bo'lsa-mu, ammo men ballaqimdan tortib dadamning tarbiyasida o'zimizning, ya'ni Uyg'urlarning milliy kimligimiz va tariximizni yaxshi bilish va tushunish imkoniyatiga ega bo'ldim. Dadam har qatim fursat bo'lsa meni 1912-yildagi Xitoy hukumati tarafidan Qomul qo'zg'oloni deb atalgan jang bo'lgan Qomul tog'lariga apratdi. Burun bu joylarda ota-bobolarimizning ozodligimiz uchun qilgan janglarini, to'lagan bedellarini so'zlab berdi. Qomul kichik shahar ve ailemiz uzun yıllardan buyon altın ticareti, yani zəgərçilik bilan şoğullanğaşqa
Qumuldagi cho'ng kichik, qari yosh hammalar dadamni yaxshi taniydi. Men esimni bilgandan tortib bir qitimmi dadamning yordamiga muhtoj bo'lib, uyimizga kelgan kishilarni umidsiz qaytarganini ko'rmagan edim. Nurg'un qatimlab o'qish yoshiga yetgan bolalarini o'qitishga amalsiz qolgan oilalarning, to'y qilish yoshiga yetgan bolalarining uylik o'choqlik qilmoqchi bo'lgan tul va g'arib onalarning dadamga va oilamizga go'zal tilaklarni tilab, duolarga shohid bo'ldim. Yangi kiyim, yangi oyoqlarga qasdan to'pi yo'qtirib yoki pullashtirib kiyib oldigan dadamga hayron qolatdim. Nima uchunligini so'rganimda, o'g'lim, xalqim oldida kibrlik bo'lib qolmasin deb shundoq kiyman degani hozirmi quloq tubimda. Aqlimni bilsam, dadam beshidan do'ppisini tushirmaydigan odam. Nima uchun kunda do'ppi kiyib olsan dada deb so'rganimda, men Uyg'ur bo'lganligim uchun do'ppamni beshimdan tushirmayman. Bu mening g'ururim degan. Va 2012-yili men dadamga o'xshash beshimdan do'ppi hargiz tushirmayman deb o'z-o'zimga qasam ichdim. Halkımızdan çıkan, köp sınavlardan ötken unursal safarıyla törtkar oğlanı bulup yetişip çıkış bilen bir vakitte ailede köp karındışını, iki ferzendimi mektepte yaşattı. Hünermen ilgili kutluğu çıkılıp terbiyeler, hemsini bilişlik hizmet ormuna, berklik aile ilgi kılgan, kadirlik perişti süper dada Enver Hacı. Varlık mihrimatını mühtaçlarına, acizlarına, ehil kisellerine atıdır. Ulum bu ulup atılarına has bekri muhabbeti fikir cemiyetine tesirlendirdi. Ulum bu hakiki mihriman atılarına has kidartarana royi kem halk amısına bolgan hürmetli ifadelerle kalmay, belki kumun halkının medeniyetlik şehir kuruluşundaki alayda namsız tövkar şahıs der terkileşke erziydi. Ben Enver Hacı'nı Şinjan'daki faziletli kişiler namzatlıkla kirgizishni talab qilaman. Chunki uning hozir ajizlar va yetim yesirlar ilim chaylarga ajabtayotgan naqli namsiz saxovati uning roli, namsiz saxovatchining rolini o'ynagan bo'lsa, jamoatchilik qurilishi va tog' yezlardan kelgan kishilarga bergan o'simsiz kasbini 100 ming yuandan eshib ketdi. Shunda yaxshilik unutilmaydi. Dünya mehrimat bilen güzel, mehrimatlik atılar, tehimi güzel, tehimi ulu. Enver Hacı, sizge hayır sahavet elçisi, mehrimat ata degen nam, mengü yar olsun. Mayırı, nime oturup kalmışlar. Ahmet Abdullah şu tapda Ahmet Abdullah özü taalluq bo'lgan bugungi shon sharaflarning hammasini Enver Hacı'ga mansub deb xeyli burunlar ifoda bildirgan. Shunga Enver Hacı'ga qo'lidagi, ya'ni azroq bir qavlini sovg'a qilmoqchi. Ma'o turgan Ahmet Abdullah'ның çoğun oğlu, Qumul shaharlik 1-o'rta maktabning o'qituvchisi Abdug'ofur Yemet. Qani Enver Hacı Dadam aşu kichik shahardagi siyosiy va iqtisodiy vaziyatning dardini yetkichi tortib dakki-dukki ichida yashayotgan, hayot qancha mushkul bo'lishidan qat'iy nazar yashashga majbur bo'layotgan qarindoshlarim uchun yordam qilishga tirishqanligi, ota-onasi Xitoy turmalariga qamilib yetim qolgan sabiylarga ega bo'lib o'qitganligi va shu sababli Qumuldagi hammalar hurmat qiladigan jamoat arbobiga aylanishi Xitoy hukumatining diqqatini tortdi. Va 2018-yili
yil beshida qonunsiz ma'arifga yordam qilish va qonunsiz yetim yesirlarga ega chiqish va atalmış davlat parchalashga uringan degan tuhmat bilan 20 yillik qamoq jazosiga hukm qildi. Bu yil dadam 65 yoshda. Dadam Anvar Hoji dunyodagi eng ko'p boylik chiqadigan zeminning egalari turuqliq o'qish natijasi alohida yaxshi bo'lsa-mu, iqtisodiy qiyinchilik sababidan o'qishdan voz kechishga majbur bo'layotgan qanchaligan yoshlarga qilgan yordamlari uchunla Xitoy hukumati tarafidan zindonga mahkum qilinib, zulm chekyotdi. Hozir hammamiz bilamiz. Vatanimiz Sharq Turkistonda Uyg'urli bo'lgan har birimizning oilasidan eng az bo'lganda bir yoki uningdan ortiq odam turmalarda zulm chekyotdi. Ammo biz Allohga cheksiz shukrlar bo'lsinki, dunyoning har qaysi joylarida, jumladan Amerika, Yevropa va boshqa davlatlarda erkin nafas olib yashash fursatiga ega bo'lib yashayotgan bo'lsak-mu, lekin ming afsus, ruhimiz yanada qulluqdan, qo'rqinchdan qutulolmayapmiz. Xitoy turmalarida xo'rlanib, zulm chekayotgan qarindoshlarimiz va onalarimizning zindonda inson tasavvur qilg'usiz zulmdan chekkandan ko'ra o'lib ketishni umid qilayotgan qarindoshlarimiz uchun qo'limizdan kelishicha qilolganimizcha yordam qilishning o'rniga hozirgacha foydasi bo'lmadi, baribir foydasi yo'q deb qo'l qo'shtirib turyapmiz. Men vatandan ayrilganda dadam garchi 50 ga ulashgan bo'lsa-mu, sog'lom, timan odam edi. Garchi uzun yillardan buyon ko'rishalmagan bo'lsak-mu, lekin vatanim tuprog'ida sog'-salomat yashayotdi deb ko'nglimning bir yerlaridan yana xotirjam bo'lardim. Lekin hozir dadam zindonda zulm chekyapti. Agar uningga bir ish bo'lib qolsa, balkim tavutinim ko'tarolmasligim mumkin. Agar shunda bo'lib qolsa, bu umrimda ular uchun hech ish qila olmay o'tgan bo'lardim. Anam hozir qandoq yerligi aniq bo'lmagan yerda xo'rlanmoqdi. Ular xo'rliq chekayotganda men sukutda jimjit turib olsam, ularga bir ish bo'lib qolsa, men yana qandoq vijdon azobi tatmay tura olayman? Oxiratning so'roqlari kelishdan burun vijdon so'roqlariga qandoq javob beraman? Shuning uchun bugun men hatto hayvonotlarning huquqini qo'g'dash uchunmi insonlar maydonga chiqayotgan bugungi dunyoda dadam uchun, zulm chekayotgan butun millatim, qarindoshlarim uchun adolat talab qilib kamera oldiga keldim. Meningcha yuqoridagi savollarni har bir Uyg'ur o'zimizdan so'rab turayli. Xitoy qanchalik kuchli bo'lishidan qat'iy nazar qo'limizdan kelishicha qarindoshlarimiz uchun tirishayli. Xitoyni yer bilan yakson qila oladigan zulmga uchirg'uchi ojizlarning yordamchisi Rabbimiz borligini unutmayli. Ailemizga, qarindoshlarimizga kelgan kulfat zulmlarni dunyo axborot vositalariga, medialarda oshkorlayli. Ham guvohlik berayli.